direkt Argentinaga $1,5 million pul tikibdi. Demak, bu nima degani? Ispaniya chempion degani. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni Bekorchi kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun futbolga bag'ishlaymiz kunimizni. Chunki bugun nimaga? 3-o'ringa o'yin bor, ya'ni Fransiya va Angliya. Ikkita omadsiz, qo'rqoq jamoalarda bugun o'yini bor. Xo'p, demak, bugun kanallarni tekshirib o'tamiz. Mana hozir o'zim futbolga aloqador bo'lgan kanallar yig'ib oldim. Menimcha O'zbekistonda eng aktivlari bo'lsa kerak. Xo'p, Xayrullo Hamidov, Futbol TV rasmiy deb qo'yishdi ekan, ko'ramiz. Xo'p, Davron Fayziyev, Jamol Bobo, Chempionat Aziya bunga obuna bo'lib qo'ydim. Bu ko'pincha o'shaligi Osiyodagi va O'zbekistondagi o'yinlarda olib borar ekan, lekin ichida bor. Ya'ni jahon chempionatiga taalluqli ma'lumotlar bor ekan, kirib o'qib chiqamiz. Xo'p, keyin mana Reality Futbol bu Rus, bunda ham ma'lumotlar olib turamiz, kerakli joylari bor. Hasan Turdaliyev, Inline TV obunachisi ko'p ekan. Ko'ramiz ichida nimalar bor ekan. Hop, Faro Ismoilov, Ispaniyaning ekspertlaridan, Bobur Akmal va Aslanov. Endi Aslanov menimcha, xo'p, tahlil qiladiganlar ichida, menimcha jurnalistlar ichida chempioni bo'lsalar kerak. Ikkita bo'lsa bittasi a'lo. Hop, demak, bo'lmasam boshlaymiz. Xayrullo Hamidovdan boshlaylik. Menimcha obunasi eng ko'p Xayrullo Hamidov bo'lsalar kerak. Xo'p, Barselonaning sobiq himoyachisi Samuel Umtiti Lionel Messiga ta'rif berdi. Xo'p, Argentinanikning ertagida o'yin. Bugun o'qishimiz shart emas menimcha. Xo'p, buni afsuslat qilmayman, chunki bizga bu taalluqli emas. Bizga bizga chempionat muhim. Xo'p, demak, aytilyapti, Tuxel Argentinaga qarshi o'yinning so'nggi yarim soatida jamoaning eng yaxshi to'purari keyin nima uchun himoyaga chuqur qaytgani haqida savolga javob berdi. O'shaligi aytganimdek, Angliya qo'rqoqlik qildi. Menimcha rostdan ham borishga birinchidan qanaqa o'ynagan bo'lsa, ikkinchidan ham xuddi shunaqa o'ynash kerak edi. Agar birinchi taymdaqangi o'ynaganda, menimcha Argentina birinchi golni ura olmasdi. Lekin afsuski, futbolda 2 taym bo'ladi va 45 daqiqadan 90 daqiqa. Ammo bu yil Argentina 90 daqiqani ham buzib tashlayapti-yu. Qani ko'ramiz. Xo'p, nima debdi ekan bo'lsa, to'xin javoblari voy juda uzun ekan. Xo'p, nimani nazarda tutyapsiz? Oxirgi 30 daqiqanimi nega biz chuqur himoyalandik? Xo'sh, jamoa past blokka o'tganida aynan shunday holat yuz beradi. Biz yetarlicha faol emas edik. Faol emasligi aniq edi. O'zi yorvordi Tuxel. Xo'p, ularda ko'plab hujumkor o'zgarishlar bo'ldi. Hujumkor o'zgarish bo'lishligi aniq-ku, to'g'rimi? Hujumkor o'zgarish bo'lishligi aniq, chunki ularga gol kerak. Xo'p, nima deyilyapti? Va hujum pozitsiyalarida ko'plab o'yinchilar bor edi. Biz qanotlardan uzatmalarni to'xtata olmadik va jarima maydonchasiga kirib kelayotgan o'yinchilarni nazorat qila olmadik. Shunaqa. Shuning uchun maydon kengligini yaxshiroq yopish va havodan to'p oshirayotgan o'yinchilarga yaqinroq bo'lish maqsadida 5 ta himoyachilik sxemaga o'tishga qaror qildik. Bu va juda ham katta xatoyimiz bo'ldi, To'xil aka. Juda ham katta. Ammo biz juda passiv bo'lib qoldik. 5 ta himoyachi bilan aktiv bo'lish juda ham qiyin. Aytgancha Argentina tezlikni yanada oshirdi va o'zining haqiqiy o'yini ritmini topib oldi. U Argentina Misrda topib olgan edi. Prosta Misr bilan o'yinni ko'rmagan shekilli To'xil. Xo'p, biz yarim finalda amaldagi jahon chempionlariga qarshi o'ynardik. Bu menimcha yutqizgan jamoani, yutgan jamoani ustidan eng bir mantiqsiz bahonasi bo'lsa kerak. Ya deydi, biz Realdan yutqizdik, Barsada tiki-taka qiltashadi. U kim? Real 15 ta chempion bo'lgan, u Manchester City-yu nima farqi bor? Tushding, o'ynading. Bo'ldi. Nima kerak bor? U zo'r bilan o'ynadi. Bu o'zini undan ko'ra o'ynamaslik kerak. Deydi, Real 15 marta chempion bo'lgan, nima qilamiz? Baribir yutqizamiz. Undan ko'ra o'ynamaylik 3-0 ga yozsin, bo'ldi. Biz fiziki o'zimizni qiynamaylikda, o'zimiz chempionatimizda zo'r o'ynaylik deyish kerak. To'g'rimi? Xo'p, yana davom etyapti. Biz yarim finalda amaldagi jahon chempionlariga qarshi o'ynadik va 85 daqiqa davomida 1-0 hisobida oldinda borayotgan edik. Aliganda aytdik,
90 daqiqa bo'ladi futbol. Bilmadim, Tuxel trenermi, yo'qmi? Xabar yo'q shekilli menimcha. Xo'p, yana biz dunyoning eng yaxshi o'yinchisiga qarshi o'ynab 1-2 hisobida mag'lubiyatga uchradik. Bu juda og'riqlik. Endi peshanangizda yozilgan ekan. Yana ham haydab yubormadim. Men misol uchun haydab yuborardim. Xo'p, Lionel Scaloni, ya'ni Argentinani treneri gapirishyapti ekan. Yamanning qobiliyatlarini yuqori baholadi. Uni hamma yuqori baholayapti. Yaman futbol xazinasi. U shunday o'yinchiki, unga qarshi himoyalanish aql bovar qilmas darajada og'ir va ehtimol u Ispaniyaga ko'p quvonch olib keladi. Ammo umid qilamizki, yakshanba kuni emas. Albatta uni mehmonxonada qamab qo'yib maydonga chiqarmaslikni xohlagan bo'lardim. Xuddi 98-yil Luis Ronaldoni qilgandi. Yamal va Messi kabi futbolchilarni qo'riqlash doimo juda qiyin. Endi Messini qo'shib ketish kerak edi. Xo'p, bu yerda video bor ekan, buni ko'ramiz keyin. Yamal Messini mag'lub etmoqchi. Mbappeda motivatsiya qoldimi? Mbappeda vechna motivatsiya bor. U hatto yutqizsa yig'lamadi ham. Xo'p, Muhammad Salah Beshiktoshga ketibdi. Omad tilaymiz. Muhammad Salah yaxshi o'yinchi, lekin yosh o'tyapti. Lekin tajribali juda ham. Xo'p, Xalqaro axborot agentligi AP'ning xabariga ko'ra, Vazinha Copa Verde terma jamoasi darvozabonining eng katta orzusi onasi uni jahon chempionatida o'ynayotganini ko'rish edi. Shu maqsad turli odamlar yordami bilan uning oilasiga AQShga kelish imkoniyati yaratilgan va Messi ham Vazinyaning onasi, rafiqasi va 2 o'g'li uchun 4 ta chipta olib bergan qayd etilgan. Ishqilib shu xabarni bo'lakcha ma'noda tarqatishmadimi? Messi sotib olgandek o'sha o'yindan gollarni deb. Bilmadik. Bunaqa narsalarga qo'shilmaymiz deb qo'yaylik. Xo'p, Arsenalga 2026-yilga Leo Messi haqida. Messi bugun qiziq emas. O'zi Yamalni o'qimasligimiz kerak edi. Ozroq ekan o'qib qo'yibmizda. 2016-yilda Lionel Messi Argentina terma jamoasining ketishini, yutqizganda ketaman degan edi, lekin qaytib keldi. Yana Messi haqida ekan-u. Xayrullo aka, nimaga Messi? Finalning 80 daqiqasida Scaloni Leo unga o'tasan. De La Fuente, Merino tez tayyorlan, tushasan. Hop. 3 marta. Zidan haqida gap ketyapti ekan. Zidan Fransiya trener bo'ldi. Nima deymiz? Zidan aka tabriklaymiz. Xo'p, omadingizni bersin. Menimcha bu Fransiyaga Zidan ish berishi mumkin, chunki Zidan yulduzlar bilan ishlashni yaxshi biladi. Shu Mbappeni joy-joyiga o'tkazib qo'ysa zo'r bo'lardi. Xo'p, Germaniya va Fransiya yutqazib, o'rniga zo'r murabbiylarni yengib oldi. To'g'ri. Xo'p, bu yerda nima ketyapti? G'alabalar oson qo'lga kiritilmaydi. Suhbatni qarang, naqadar ko'p ma'no beradi. Xo'p, uzun ekan, o'qimadik. Pauza qilib, yaxshilab o'qib olasizlar. Keyin bu yerda video ketyapti. Nima bo'ldi o'zi deyapsizmi? Mana ko'ring deyishyapti ekan. Xo'p, Ogemkani o'yin ekan. Bugunga bag'ishlamaymiz. Xo'p, Ispaniya Fransiya nima ketyapti? Kim nima desini zo'r to'qnashuvlar ko'rdik yarim finalda. Zo'r to'qnashuv bo'ldi, zo'r futbol bo'lmadi. Bu nima bilan Angliya bilan Argentina menimcha zo'r bo'ldi, lekin xo'p, Fransiya bilan Ispaniya zo'r bo'lmadi deb o'ylayman. Ispaniya shu o'zini nima ekan, qarmog'iga ilintirib oldida Fransiyani nom bermadi. Shuning uchun o'ynalmadi. Ispaniya tarafdan zo'r o'yin bo'ldi, lekin neytralga, misol bizda qanday neytralga va Fransiya tarafdan rostdan ham o'xshamadi o'yin. Lekin Angliya bilan Argentina rostdan ham neytralga ham, Angliyaga ham, Argentinaga ham zo'r o'yin bo'ldi. To'g'ri, Angliya muxlislari va Angliya tomonga-ku yaxshilik bo'lmadi-yu, lekin aniq u kimdir yutqizadi-yu. O'rtalik uchrashuv emas-ku bu. 2007 bugun rosa shu narsa hate bo'lyapti, ishonaveringlar. Buni hamma joydan hate qilyapti bunaqangi videoni. 2007-yil Ispaniyada 413.183 chaqaloq dunyoga kelgan. Xo'p,
bizga bular kerak emas. Dominik cho'zibdi, молодец. Sabaslayda zo'r oldi deb Liverpulchi. Xo'p, setanta buni qani vaqt bo'lsa ko'ramiz. Nima ekan Isroil va G'azo. Xo'p. Juda ham qiziq tomoni Argentinaning goli Isroil va G'azoda turlicha qabul qilindi. Ko'ramizmi? Videoni stop, videoni o'chiramiz. Strike tushib qolmasin bizga. Xo'p, demak, Isroil. Xo'p. Juda qiziq. Argentinaning goli Isroil va G'azoda turlicha qabul qilindi. G'azo xursand bo'ldimi? Isroil xafa bo'ldimi shunda? G'alati emasmi? Bunday bo'lmaslik kerak edi, nima bo'ldi? G'alati. Ya'ni Argentinaning golidan menimcha Isroil xursand bo'lish kerak edi, G'azo xafa bo'lish kerak edi. Rostdan juda qiziq tomon ekan. Xo'p, xullas menimcha Xayrullo aka bizga bugungi o'yin haqida ma'lumot berishmadi shekilli. Faqatgina Messi Yamal bo'lib ketibdi. Mayli endi, men deysizlar endi. Mana nega Bellingham Argentina futbolchisiga dakki bergan. U rostdan ham kelib kallasiga urib ketdi. Agar o'sha joyni ko'rgan bo'lsalaring, o'shani hozir ko'ramiz. Nimaga uribdiki? Mana ketdi-da Bellinghamni oldida sakrab ketibdi shekilli. Voy pismig'i, ko'ryapsizlar nima qilibdi? Yaxshi emas lekin. Provokatsiya. O'yin paytida menimcha o'yindan keyin sariq berish kerak, chunki hozir provokatsiyaga sariq berilyapti. 2022-yil agar hozirgi qoida bo'lganda, menimcha Martinez ham, ya'ni Argentina varatasi qizil olib chiqib ketgan bo'lardi. Eslingda bo'lsa, finalda ham, boshqa o'yinlarda ham rosa provokatsiya qilgan. Hozir mumkin emas, lekin bu Argentinaga sariq ham qizil ham berilmaydi, buni bilamiz. Xo'p, menimcha Messi ulgurib qolgan ekan. Nimaga ulguribdi Messi? Shu o'zi Messidan boshqa gapingiz ham qolmabdi. Xo'p, Messi yo'q, bo'ldi. Xayrullo Hamidovni tugatdik. Menimcha bu safar ariga o'tmaymiz, vaqtimiz ketyapti. Xo'p, yana Messi. Futbol rasmiyda ham Ispaniya Messi. Ertaga ko'rarmiz, ertaga o'qirmiz bularni. Rashford nima bo'pti? Marcus Rashford tez orada Manchester Unitedda mag'lubiyat o'rganib qolibdi Manchester United. Xo'p, mashg'ulotlarni qayta boshlaydi. Xo'p, endi Gordonni oldi menimcha rostdan ham kerak emas, lekin zaxiraga olib o'tirsa bo'laverardi-yu. Balki oyligiga qimmatli qilgandir. Yamal o'ynaydi, hazillashyapsizlarmi? Yo'q, yana ketyapmiz. Bizga bugungi o'yin haqida kerak. Davron Fayziyevdan kutib qolamiz. Ramonaning xabar berishicha, Rashford MU bilan birgalikda mavsum oldida tayyorgarlikni boshlab bo'ldi. O'qimadik. Xo'p, shuni bilmabman-da, Instagramni qidirib topdim debdilar. Kadrlar muallifi men edim. Xo'p, qiziqmas. Scaloni. Yo'q, qiziqmas. Xavi Alonso jahon chempionati. Qiziqmas. Xavi. Yo'q. Nimaga u bugungi o'yin haqida gap ketmayapti? U kim ekan? Shu video ham yoqadi. Ayniqsa enigani shuna qiyin gaplar yozmasalaringda. Shu video ham yoqadi. Ayniqsa tun kiygani orqasida turgan akani energiyasi ming deyishibdi. Davron aka qiynamang bizni. Bu ashi nima bo'lib ketdi-ku? Bu kim ekan hech? Xo'p, bitta Rodri. Men uchun Messi barcha davrning shunaqa deysiz endi. Xo'p, Leo Messi, yana Messi, Cucurella aka chempion bo'lsa ketaman debdi, menimcha, rostmi yo'qmi bilmadim-ku. Agar Ispaniya chempion bo'lsa ketaman debdi. Xo'p, ketsin, nima ham derdimiz? Ramar, Zidane keldi, bildik. Xo'p, bu yerda nima gaplar ekan?
bugungi o'yin haqida nima yo'q qaranglar. Hammasi Argentina Ispaniya. Demak, Jamol boboga o'tdik. Har doimgidek reklama. Xo'p, xabaringiz bor, Ispaniya Argentinaning final o'yinini sloveniyalik Slavko Vinkic boshqarib boradi. Xo'p, Arabiston yutgan ekan. Boshqarganda yutgan ekan. Xo'p. Reklama yo'q, bu yerda ham yo'q ekan. Xo'p, Hasan Turdalik o'tamiz. Top 5 bo'y formula yo'q, bu setantanlik reklama. Bunaqangi urushlar ham reklama qilishar ekan. Xo'p, nima bo'pti? Lionel Messi Yemen haqida gapiribdi. Gapirib tashlamaydimi? FIFA jahon chempionlariga mana shunday uzuklar taqidim qo'yishibdi. Taqdim. Qancha xatolik ketibdi. Hatto o'zimizdan xato qo'yapmiz. Taqdim etilishi haqida yozishmoqda. 2026-yilgi mundialning 30 nafar g'olibiga shunday uzuklar taqdim etiladi va 1996da yana shunday uzuk sotuvga chiqarilar emish. Amerika soqqani qilyapti, ishonaveringlar. Soqqani qilyapti. Agar bu to'g'ri bo'lsa, hatto finali deyilyapti. 15 minutlik tanaffus 30 minut bo'lishi mumkin ekan va chiqib turib Shakira kimlardir ashira aytishi mumkin ekan. Endi bu hali bo'ladi yo'qmi bilmayman. Agar bo'lsa ham futbol tarixida birinchi marta o'sha birinchi taymdan keyin tanaffus 30 minut bo'ladi, hatto 35 minut, 40 minut bo'lib ketishi ham mumkin ekan. Shu haligi ashilachilar chiqib ashilalarni aytib oladi, keyin ikkinchi taym boshlanadi. Futbolchilar nima qiladi? Ashilanishda maza qilib o'tiradi. Xo'p, soqqani qilyapti, Amerika gap yo'q. Qoyil. Nima ham deymiz? Xo'p, yana gap ketyapti. Klian diktatorning gapini ikki qilib bo'larmidi? Hasan Aliyev menimcha noto'g'ri gapirishyapti. Klian diktator yaxshi emas. Xo'p, men Mbappeni muxlis emasman, lekin baribir ham bunaqangi, ya'ni bu Klian diktator degan baribir nomi chiqib ketdi, to'g'ri Mbappeni, lekin Hasan Aliyev misol uchun Xayrulla Hamidov bular baribir ham bunaqangi demasinlari kerak. Endi Xayrulla Hamidov nima deyishganini eshitmaganman, prosta shunchaki aytib ketmoqchimanki, bunaqangi taniqlik insonlar bu haligi kommentlarda, xeytlarda qanaqangidir ko'ralmagan negativchilarni gapini ko'tarib yurmaslik kerak. Haqiqatmisa yo'q, haqiqat emas. Uni hech kim bilmaydi. Xo'p, yozishcha mana bu endi fransuzcha ekan, uni talaffuz qila olmaymiz. Yozishcha Michael Olise Realga o'tishni istamoqda ekan. O'tsa nima bo'ladi? O'tsa zo'r bo'ladi, lekin Mourinho nima qiladi Oliseni bilmadim. Mourinho zo'r murabbiy, lekin yo yorib tashlagan qilib futbolchini motivatsiya berib o'ynatkizadi yoki umuman skameykaga kerak bo'lsa chiqarmagan qilib yo'q qilib qo'yadi. Lekin Olise, rostdan ham Oliseni o'yinlarini kuzatdim. Bavariyadan ko'ra sal boshqacharoq o'ynadi. Bavariyada baribir ham ba'zi joylari naqangi qirralari ochilmagan edi. Fransiyada qirralari ochilib ketdi. Ayniqsa paslarda yorib yubordi. Endi to'g'ri Ispaniyada bilmayman. Hop, chap butsani o'ngga, o'ng butsani chapga qilib kiyib olgan bo'lsa kerak, chunki har tepkalari noto'g'ri ketdi. Hop. Ekstra taymlar unda bunday. Hop, demak, Hasan akadan ham surdik. Hop, Inline TV ga o'tamiz. Inline TVda hop, nima deyilyapti? Karikatura jahon chempionati finali bu boshlanishiga bir kun vaqt qoldi. Ko'rmaymiz. Karikaturani ertagali narsa ekan. Pochettino kelasi hafta o'z kelajagi borasida yakuniy qaror qabul qilishi kutilmoqda. Pochettino lekin Amerikani menimcha yaxshi boshqardi. Amerikani o'yinida sal mazmun bor edi. Ana Kanada misol uchun haligi nimalarni aytadigan bo'lsa-da, mezbonlarni aytadigan bo'lsa, menimcha Amerika eng yaxshisi edi. Meksika ham yaxshi o'ynadi, lekin baribir ham Meksikaga osonroq jamoalar tushdimi demak va o'yini sal zerikarli bo'ldi. Italyan o'yinlar bo'lardi 90-yillarda, sal shunaqaroq o'ynardi. Meni fikrim bu ham, subyektiv fikrim. Endi ommalarga Kanada o'ynalmadi.
Lekin Amerika yaxshi o'ynadi. Menimcha yaxshi naqa qildi. Trenerlik qildi Pochettino. Xo'p, ertangi final oldidan bugun bronza masalasini hal qilamiz. Hal qilamiz, lekin bu haqda hech qanaqangi ma'lumot yo'q ekan. Yillar davomida mundialning oltin qo'lqop sohiblari 98 Bartesagi eslasalaring, yangi avlod balki eslamas. Misol uchun biz eslaymiz. 98da hatto o'yinni ko'rganman o'sha finalda. Bartes. Menimcha Manchester Unitedga borib o'zini o'zi sindirdi. Bartes ungacha rostdan ham yaxshi darvozabon edi menimcha. Zo'r emas, yaxshi. Xo'p, 2002 Oliverkan zo'r darvozabon edi. Rostdan ham zo'r edi. Ayniqsa 2002da yorib yuborgan. Endi u Ronaldo edi-da. Ikkita gol urgan u Ronaldo edi. Xo'p, Gigi Buffonga hech qanaqangi qarshilik nimamiz yo'q. Buffon rostdan ham eng zo'r darvozabonlardan biri va 2006da endi yorib yuborgan. Ayniqsa o'shaligi Zidanni kalla qo'ygani yomon to'sib qo'ygan. Iker Casillas 2010-yil. Xo'p, Iker Casillas rostdan ham yorib yuborgan. Voy. Casillas yomon edi rostdan ham. Xo'p, yomon deganda yaxshi ma'noda aytyapman. Ya'ni hozir Bartesdan tashqari Kan, Buffon, Casillasga hech qanaqangi nimamiz yo'q. Manuel Neuerga ham hech qanaqangi nimamiz yo'q. Ayniqsa 2014da endi 2014da o'sha Argentina yutgan finalda eng esda qolarli baribir Braziliya bo'lgan 7-1. Xo'p, Thibaut Courtois 18da, xo'p, Rossiyada bo'lganda Courtois bo'lgan ekan, Belgiya. Shunday yulduzli Belgiya chempion bo'la olmadi, qoyili. Martinez, lekin Martinezni o'zim unchalik suymayman, personal suymayman, lekin 22da rostdan ham zo'r turgan. Penalti urish rostdan ham qiyin ekan Martinezda, chunki klubda ham, o'sha Aston Villada ham mana juda ko'p penaltini to'sadi. Rostdan ham qiyin ekan va provokatsiya qilishligi qandaydir odamni asabiga o'ynab qo'yadi va tepolmaydi. Agar o'qigan bo'lsalaring, Mbappe penaltini ura olmadi-yu, o'shanda ura olmaganda o'yin cho'zilib ketdi. O'yin cho'zilib ketganda hatto Holland yozdi-yu, 5 daqiqa 11 metrga tepishlik uchun juda ham uzun debmi, shunaqa ma'noda yozib qo'ydi. O'shalik rostdan ham arada provokatsiya qilishliklar, qandaydir vaqt olishliklar rostdan ham ta'sir qilar ekan o'yinchiga. Xo'p, davom etamiz. Reklama. Bizning reklamalarni qo'ramiz shekilli videolarimizga. Pul bo'lyapti shekilli, bo'lmasa reklama qo'yisharmidi. Bizga bunaqa narsa. Jahon chempionati tarixida barcha finallar va bu natijaga eng ko'p erishgan jamoalar. Xo'p, turi 2. Urugvay eti sotilgan jahon chempionati. Xo'p, 3-3. Hop. Men 98dan boshlagan ekanman. Yarim finalni ko'rishni boshlaganman o'yinda. O'sha Braziliya Gollandiyani ko'rganman, Fransiya Xorvatiyani rostdan ham ko'rganman. Yosh bola bo'lganmiz, lekin opoqim futbol desa ishga bormay bo'lsa ko'rganlardan bo'lishgan. O'shanda ko'rganman. O'shanda Braziliyaga muxlis bo'lib qolganmiz. Afsuski Zidanligini qilgan. Keyin ag'iga menimcha hammasini ko'rganman. Jahon chempionatlarini. Demak, bittadan uzoq haqida gap ketyapti. Xo'p, nima bo'pti Salibaga? Saliba jarohat sabab operatsiya qilindi va 4-5 oyga safdan chiqdi. Buni o'qidim. Xo'p, yaxshi emas, lekin nima ham deysizlar? Arsenalga qiyin bo'ladi. Xo'p, Davron Fayziyevni kanallariga nima ketdi? 2026-yilgi mundial qahramoni Vazinya AQShga qaytdi. Copa Verde darvozaboni xo'p, Sneijder, Terri, Cafu, Trezeguet va boshqalar ishtirokidagi afsonalar o'yinida qatnashdi. Xo'p, qiziq emas. Temadan tashqariga chiqmaymiz. Xo'p, Farruh Ismoilov qanday nima gap aytishar ekan? Barcha mundial finallari hamma joyda bir xil kelar ekan. So'nggi 3 mundial finalida eng ko'p futbolchisi ishtirok etgan klub Atletico Madrid. Istanbulda Muhammad Salahni kutishyapti. Xo'p, kutishyapti, shunda o'yinchi bo'ladi-yu.
Hop. Jahon chempionati Angliya Fransiya 3-o'rin o'yin. O uchun o'yin kutilma. Qanaqa kutilma ekan? Ha. Tushunarli. Qoplashibdi. Xo'p, demak Aslanovga qaytdik. Nima deb o'ylaysiz? Messining faoliyatida eng muhim murabbiy qaysi biri? Scaloni, Guardiola. Kommentga yozib qo'yamiz. Meni fikrim Guardiola bo'lsa kerak. Guardiolaga ovoz beraman. Ko'pchilik shunaqangi deb o'ylar ekan. Oxirgi mana yoshlar degan bo'lsak, Scaloni'ni tanlash mumkin, chunki nima bilan Argentina bilan chempion qildi, to'g'ri. Bu bilan chempion qilishi mumkin, ya'ni ertaga. Lekin Guardiola haqiqiy imkoniyat yaratib bergan, haqiqiy potensiallarni ochib bergan desa ham bo'laveradi-da. Guardiola juda katta rol o'ynagan. Misol uchun Zinedine Zidane shu Valverdeni olib kelib, Valverdega shuna to'pni ko'rsatib, mana shunaqa tepasini o'rgatgan joylari bor-ku. Menimcha Guardiola shunaqangi joylarini, sal ключевой joylarini qanaqa tepishlikni o'rgatmagandir-ku, lekin shu miyalab tashlagan bo'lishi mumkin. Endi Guardiolani bilamiz-ku. Menimcha Guardiola bo'lsa kerak. Xo'p, bugun 3-o'yin. Buni o'qibman Angliya Fransiya. Mana bitta insondan hech bo'lmasa pas kutarkanmiz. Xo'p, bugun 3-o'rin uchun o'yin Angliya va Fransiya. O'zi shunaqa o'yin kerakmi degan fikr bor. Masalan, Yevropa chempionatida yo'q. Ba'zi mundiallar kabi Xorvatiya, Marokash yoki Turkiya, Koreya bo'lsa-ku, boshqa gap. Lekin chempionlik uchun da'vogar bo'lib kelgan jamoalarni bu o'yini bilan yupatish to'g'ri bo'larmikan? O'shaning uchun ham haligi Bobur Akmalovda ko'rdik-ku, to'plarni sekin-sekin oshirishdi. Shunga ham sal o'xshab ketyapti, ya'ni qitibos qilsa bo'ladigan narsa bo'lyapti. Bilmadim, o'yin vaqti qarasam soat 2:00 da. Shunga o'zimni aynitishga harakat qilyapman shekilli. Tushunarli. Hozir bilmadim, ilgari xokkeyda qiziq edi. Xo'p, finalda kim yutsa, yana finalda unga yutqazgan jamoaga bronza berilardi. Xo'p, boksda ham shunaqa, Olimpiyadada lekin berardi, bizning futbolda. Xo'p, boksda ham shunaqa edi, shekilli, boksda ham shunaqa. Futbolga ham olib kirish kerak. Menimcha Olimpiyada bor. Nimaga inglizlarning Argentinaga muxlislik qilishini ko'rish qiziq bo'lardi. Inglizlarni Argentinaga muxlislik qilish qiziq bo'lardi. Xo'p, o'sha rasm nima deb qo'yibdi? Mana bu mashhur rasm 19 yil avval olingan. Bu chaqaloq, bilasiz, Lamin Yamal hozir 19 ga kirdi. O'shanda Messi Barselonada 19-raqamda o'ynardi. Hozir esa Lamin Yamal Ispaniya terma jamoasida 19-raqamni tanlagan. Yakshanba kuni finalda bu ikki futbolchi o'zaro to'qnash keladi. 19-iyul kuni. Roberto Martinez ismida numerologiya ishonadigan bir video ko'rdim. Hozir ko'rsataman. Mana muzikasini olib qo'yaylik. Bu unchalik to'g'ri narsa emas. Bunda fakeviy narsalardan juda ko'p foydalaniladi, lekin o'shanga taalluqli joylar bor. Ya'ni o'shalik 19 Messi deyilyapti, Argentina deyilyapti, mayli ko'rmadik. Hop, bo'lmasam tugatdik akalar. Menimcha yetarli bo'ldi, cho'zilib ham ketdi. Nima ham deymiz? Xo'p, sizlarda qanaqangi fikrlar bo'lsa, kommentga yozib ketasizlar. Har bitta nima ekan, O'zbekistondagi eng katta futbol tahlilchilarini kirib chiqdik, lekin bugungi o'yin haqida Narmanni bitta qanaqadir xabar o'qimadik. O'sha hazilona bo'lsa ham, lekin Aslanovdan o'qidik, lekin qolganlarni o'qimadik. Endi faqatgina ertangi final haqida gap ketyapti. Endi bilib turibmiz hammamiz, bugungidan ko'ra ertangi afisha katta, lekin baribir ham bugungi o'yinda ham sal hurmat qilib, bu haqda ham sal ma'lumotlar tashlansa yaxshi bo'lardi. Ko'rinib turibdi, har bitta baribir ham bir-biridan ma'lumotlar olinishligi, chunki bir xil ma'lumotlar bir-birida kanallarda uchrayapti. Menimcha bu to'g'ri bo'lsa kerak, nima ham deymiz? Aytgancha
boshida aytgan gapimiz bor edi. Mana bu yerda o'risda o'qib qoldim. Ya'ni o'ris kanalida aytilyaptiki, o'sha haligi direkt buni ko'pchilik bilsa kerak. Kimga ovoz bersa yoki kimga pul tiksa, mana shu narsa chempion bo'lasa yoki o'sha jamoani formasini kiyib olib rasmga tushirgan bo'lsa, o'sha jamoa yutqizadi. O'shanga shunaqangi hazilona qilib turib post qo'yilgan ekan. Ya'ni o'shaligi direkt Argentinaga $1,5 million pul tikibdi. O'shaning uchun Ispaniya chempion bo'ladi deyapti. Qanday ko'ramiz? Agar ya'ni Ispaniya chempion bo'ladigan bo'lsa, demak o'shaligi direktni nimasi xatligi bo'lib ketaveradi. Xo'p, bu yerda ham xabarlar bor, lekin rus kanal bo'lgani uchun bularni anaqa qilmaymiz, o'qimaymiz. Mana shu direktni shu yerdan olgan edim, shuning uchun ham qo'shib qo'ygan edim. Mayli do'stlar, salomat bo'linglar. Qanaqadir fikrlaring bo'lsa, kommentga yozaverasizlar. Xo'p, negativ bo'ladimi, yaxshi fikrlar bo'ladimi, biz o'qiymiz. Balki aynan kommentlar bo'yicha ham bitta video qilishimiz mumkin. Ya'ni qanaqadir kommentlar yozilgan bo'lsa, o'qib chiqamiz, kim nima deganlarini. Nima ham deymiz? Salomat bo'linglar. Xo'p, bekorchida yana ko'rishguncha.